Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan uyg'urcha manti tayyorlashni o'rganamiz. Demak, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz mantimizni qattiqqina qilib xamirini tayyorlab olamiz. Xamiri uchun bir dona tuxum va bitta chashkada oddiy suv, tuz, un ishlatdim. Birinchi qiladigan ishimiz bitta ho'l suvimizga solib namoqib suv tayyorlab olamiz. Tuzlari eriguncha aralashtirib namoqib suv taxlab olamiz. Suvimizni asta-sekin bilan tayog'imizga solamiz. Erilib qolgan tuzlari tagida qoldi mana. Endi tuxum bilan suvimiz tayyor. Endi perchatka kiyish noqulay bo'lganligi uchun hamma videolarimda o'zi qo'lim bilan qilishni o'rganib oldim. Endi elangan un solaman. Qattiqqina xamirni qo'rib olamiz. Mana obunachilar, mana shunday ko'rinishda xamir qilib olganimdan keyin xamirimni stolga olib, yaxshilab mushlashni davom ettirib, stolda ana shunday qilib xamirimizni yaxshilab stolga mushlaymiz. Mana obunachilarimiz, xamirimiz tayyor. Buni yarim soatga dam olishga jo'natamizda, xamirimiz dam olguncha biz ichidagi nachinkasini tayyorlab olamiz. Mana obunachilarim, nachinkasi uchun go'sht bilan piyozni oldim. Endi buni go'shtimizni maydalab olamiz. Piyozimizni ham artib tozalab, chiroyli qilib maydalab olamiz. Bo'ldi. Endi go'shtimizni chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Chesnok, bitta pomidor va ozgina ezilgan musht sepaman. Ketidan olaman. Mana go'shtim ham tuzlangani uchun kamroq soldim. Endi qiladigan ishim maydalab chesnokni to'g'rab olamiz. Mana chesnokni to'g'rab oldik. Ketidan pomidorni o'rtasidan bo'laman. Pomidorni ham maydalab to'g'rab olaman. Hammasini solib oldik. Ziravorlardan faqat chesnok bilan maydalangan mushtdan foydalandim. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Yarim cho'michda oddiy pista yog'i solaman va yog' qancha solgan bo'lsam shuncha oddiy suv solaman va yana yaxshilab aralashtiraman. Mana obunachilarimiz, nachinkamiz tayyor bo'ldi. Endi buni xamirimizni yoyib olguncha ustini yopamizda xolodilnigimizga olib qo'yamiz. Mana obunachilarimiz, xamirimiz dam olib tayyor bo'ldi. Endi buni yana bitta mushlab olamiz. Mana silliq chiroyli xamir bo'ldi, mushlab oldik yana. Endi buni bir tekisda kichkina juvolachalarga bo'lib kesib olamiz. Bering, xamirimiz olalari kare bo'lib ochilgan. Xamirda qancha ko'p chiroyli mushlasangiz, xamir ana shunday chiqadi. Endi ularni bir xil qilib juvolachalarga bo'lamiz. Va bulardan kichkina juvolachalar yasab olamiz. Obunachilarimiz chiroyli qilib yumaloqcha qilib yasab oldik. Ba'zi birlari katta-kichik bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki bir xil qila olmayman. Qancha harakat qilsam juvolachalarimni. Endi buni un bilan chiroyli qilib yoyib olamiz. Mana unlab oldik. Endi qiladigan ishimiz bularni chiroyli qilamizda yoyib olamiz. Mana obunachilarimiz, xamirlarimizni yoyib oldik. Chiroyli qilib mana shu ko'rinishda. Endi bittalab qo'yib olamizda. Ichiga nachinkalarimizni solib, mantilarimizni tugishni boshlab olamiz. Ana shu ko'rinishda xamirlarimizni bir-biriga birlashtirib, mantilarimizni tugib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hamma joyi yopilgan mantimiz tayyor bo'ldi. Mana shu holatda mantini tukkunimizcha
iloji boricha xamirlar orasi ochiq bo'lmasligi kerak. Chunki ichidagi suvi bug'lanib, mantimiz ichi quruq bo'lib qoladi. Shuning uchun iloji boricha yopiq holda bo'kib olishimiz kerak. Mantilarni birin-ketin mana bo'kib oldik. Hammasini mana tayyor bo'ldi mantilarimiz. Endi uni qasqonlarimizni yaxshilab yog'lab, qasqonlarga terib olamiz va mantilarimizni oralarini ham bir-biriga yopishib qolmasligi uchun chiroyli qilib yog'lab olamiz. Endi qozonimizdagi qaynagan suvimizga qasqonimizni solamiz. Menda demak 3 ta qasqon bor. Mana obunachilarimiz, mantilarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni tarelkaga suzib olamiz. Samsamiz tayyor bo'ldi. Ichlari suvli. Buni qarang, suvlarining chiqishini ko'ryapsizmi? Issiq ekan. Qoshiqdan foydalanadigan bo'lishga suvlarni qarang, oqishini qarang, suvlarning ichidagi bemalol siz ham uyda tayyorlab ko'ring. Mana suvligini, suvlarni qarang.